Demak, navbatdagi savolimiz 2026-yil 28-fevral 3-masala. Birinchi smena 3-masala. Oralaridagi masofa 275 kilometr bo'lgan avval 5 shaharlardan bir vaqtning o'zida bir-biriga qarab mototsiklchi va velosipedchi yo'lga chiqdi. Velosipedchi yo'lda 15 daqiqa dam olib, mototsiklchi tomon yo'lni davom ettirdi. Mototsiklchi esa soatiga 50 kilometr tezlik bilan, velosipedchi esa soatiga 20 kilometr tezlik bilan harakatlandi. Ular uchrashgan paytda mototsiklchining bosib o'tgan masofasini topdi. Ana endi harakat, qarama-qarshi harakat. Ikkita shahardan bular yo'lga chiqdi. Demak, A shahar, B shahar. A shahardan mototsiklchi yo'lga chiqqan bo'lsa, B shahardan velosipedchi yo'lga chiqdi. Ana endi oralaridagi masofa 275 kilometr. 275 kilometrni bosib o'tish uchun mototsiklchi 50 kilometr tezlik bilan T soat harakatlangan bo'lsa, qolgan masofani bosib o'tish uchun velosipedchi undan 15 daqiqa kam, ya'ni T ayrilgan 1/15 daqiqani bu yerda soatga o'tib oldik, ya'ni 60 ga bo'lib oldik. Ana endi tenglamani ishlab qo'yamiz. 275 barobar 50 T qavsni olib chiqsak, qo'shilgan 20 T, 20 bilan 4 dan 1 ko'payadigan bo'lsa, ayrilgan 5, 24 ga. 50 T ga 20 T ni qo'shsak 70 T, minus 5 bu tomonga qo'shib bo'lsa 280. 70 ga bo'lib olsak T teng 4 soat. Demak, bizda savolda mototsiklchining bosib o'tgan masofasi so'ralgan. Mototsiklchi demak 4 soat harakatlangan. Demak, u S barobar 50 tezlik bilan 4 soatda 200 kilometr masofani bosib o'tgan. Demak, 3-savolimizda to'g'ri javob B javob bo'ladi.